Assalomu alaykum aziz ko'rarmanlar. Men hozir sizlarga Uyg'ur an'anaviy taomlaridan biri bo'lgan qo'y go'shti yapmisining tayyorlash usuli va asos materiallarini ko'rsatmoqchiman. Qo'yning ustixonliq go'shti 1 kilogramm, qozon kavsi yarim dona, bir vas sabza, bir vas yangyo, bir vas bosh piyoz, zencefil muvofiq miqdorda 5 tish samsoq, tuz, oqmoch, tetikqo, shakalbadyon, kavauchin, sumay. Biz oldi bilan go'shtni parchalab olaylik. Go'shtni yong'oq cho'nliqda parchalaymiz. Endi bu kavuni to'g'rab olaylik. Kavunimi go'shtning cho'nligida to'g'raymiz. Yangyonimi o'xshash cho'nliq to'g'raymiz. Sabzini 3 burchak yangyo cho'nliq to'g'raymiz. Endi biz xamirni yug'urib olaylik. Xamirni yug'urib tayyorlab bo'ldik. Xamir biroz tinsin. Qozonga 1 cho'mich moy quyib olaylik. Moy chuchib qoldi. Go'shtni ham bilan silib olaylik. Qo'yamiz. Go'sht qo'rilgandan keyin tuzdan 1 balqon solamiz. Zencefil silib oldik. Biz endi shakal badyandan muvofiq silib olaylik. Go'sht chalib chiqqandan keyin tandir quyamiz silib olaylik. Orqadan jangyodan muvofiq miqdorda quyamiz. Go'shtga jang qo'yish maqsad hem kirgizishni sirp hem qizartadi. Qozonga oqshorib olaylik. Oqshorib deganimiz tumat suvi. Tuvoqni yopib biroz dimlaymiz. Qozon qaynagandan keyin ichib biz tuzni oldidan sep bo'ldik. Qoldirmaklardan oqmoch 1 bal qo'shib. Tetikqo yarim bal qo'shib. Kavauchin yarim bal qo'shib. Dermeklerini sep bo'ldik. Qozon qayndi. Biz qozon qaynagandan keyin bosh piyozni yaplaq to'g'rab silib olaylik. Bir aralashtirib sabzini solamiz. Yana bir aralashtiramiz. Samsoqni cho'ng-cho'ng yaplaq to'g'rab solamiz. Samsoqni sep bo'ldik. Aralashtiramiz. Tuvoqni yapdik. Tuvoqni yepib bo'shatib biroz qaynataylik. Endi bu xamirni uzib olaylik. Xamirni uyruq cho'nligida uzib olamiz. Uzib undan biroz ichib xamirni zo'l qilib olaylik. Endi sabza chalib chiqib qoldi. Orqadan yangyon solaylik. Bir qaynagandan keyin tuvoqni ichib, orqadan bu kavun solamiz.
Kavını üstüge salamiz. Aralashtirasiz, izlik tutadi. Tuvoqni yapdik. Kavını silib, taxminan 10 minut atrofida dumlaymiz. 10 minut oralig'ida biz bu xamirni ichib pishirib olaylik. Xamirni nefisda ichib olamiz. Xamirning ichish usuli oldiga surgan vaqtda bir tarafini besib, keyingi tatgan vaqtda yana bir tarafini besib tatimiz. Ondan o'ziga ichildi. Endi bu ko'rim qaynab qolibdi. Ko'rga jimbilni silib, har bir jilitni silib, may bilan ustini maylab o'tamiz. Har bir jilitni silib bo'lgan vaqtda bir qatlam maylaymiz. Bo'lmasa jilit bir-birisiga chapishib qoladi. O'tni ishiltib dumlaymiz. Dumlash vaqti 8 minut bo'ladi. Bu tamoqmi tayyor bo'ldi. Yangyo, sabza, go'sht, kava hammasi tekshib pishdi. Bu jilitmi pishib qoldi. O'tni o'chirib, peter poshkalni bu tayyorlangan qo'rning ustiga yepib, ondan ustiga suydan biroz qo'yamiz. Ondan poshkallarni qaytadan ustiga yana yapamiz. Qoldi sho'rplarni ustiga qo'yamiz. Bu yapma biz Uyg'urlarning eng oliy tamog'i hisoblanadi.